Prezidentimiz tomonidan sog'liqni saqlash tizimi oldiga qo'yilgan ustuvor vazifalardan biri birlamchi tibbiy xizmatni aholiga yanada yaqinlashtirishdan iborat etib belgilangan. Ayni mana shu ustuvor vazifalar samarasi o'laroq bugun eng chekka hududlarda ham aholi sonidan kelib chiqqan holatda oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorlik punkti hamda mahalla tibbiyot punktlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi 64-oilaviy poliklinika ham so'zimizga misol bo'la oladi. Tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasidan qariyb 20 kilometr uzoqlikda joylashgan tibbiyot muassasasida elektron kardiogramma, laboratoriya, ultratovush tekshiruvi, fizioterapiya, stomatolog, akusher-ginekolog, umumiy amaliyot shifokori xonalari zamon talablariga mos ravishda jihozlangan. Bir so'z bilan aytganda, tibbiyot muassasasining moddiy texnik bazasi yaxshilanib, zamonaviy tibbiy uskunalar va dori vositalari bilan to'liq ta'minlangan. 64-oilaviy poliklinikaning tibbiyot sohasi bo'yicha ishlayotgan tibbiyot xodimlarining ishlaridan mamnunmiz. Buni solishtirib qo'yadigan bo'lsak, 10-15 yil oldingi bilan hozirgi tibbiyot ko'rsatilgan tibbiy xizmat sifati va darajasi ancha farq qilgan. Sababi oldin eski binoda joylashgan edi bularning nimasi. Endi hozir yangi zamonaviy binoda joylashgan. Bu yerda diagnostika markazlari, UTT, ultrazvuk tekshirish apparatlari, laboratoriya, boshqa mutaxassislar hammasi jalb qilingan va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati ancha yaxshilangan. Bu xalqimizni salomatligini saqlashda juda ham katta muhim rol o'ynaydi. Shu bilan bir qatorda oilaviy poliklinikada sohadagi turli ovoragarchilik va qog'ozbozliklarga chek qo'yish maqsadida DIMIT axborot tizimi ham amaliyotga tatbiq etilgan.